Oshiq jinni zararlari. Oshiq jinni zararlaridan birinchisi, misol uchun oshiq jin bir ayolga oshiq bo'lib qolgan bo'lsa, shu ayolni turmushga chiqarmaydi yoki agar turmushga chiqqan ayol bo'lsa, ajrashtirib yuboradi. Ya'ni turmushga chiqmasligi uchun, ajrashib ketish uchun qo'ldan nima kelsa, qanaqa vasvasa qila oladigan bo'lsa, hammasini ishga soladi. Oshiq jinni zararlardan ikkinchisi ayol kishini bachadonini buzadi. Tug'masligi uchun, ya'ni befarzand bo'lsin, erini, ya'ni eriga, ya'ni farzandlarini onasi bo'lsa, erkak kishini ayoliga bo'lgan muhabbati yanada kuchayib ketadi. Farzandlarini onasi deb yaxshi ko'radi. Shunaqa bo'lib qolmasligi uchun farzand tug'ib, ya'ni ahil bo'lib ketmasligi uchun eri bilan bachadonini buzadi. Hatto bachadonini, ya'ni operatsiya qilib oldirib tashlashgacha borishi mumkin. Oshiq jinni zararlaridan uchinchisi ko'chaga chiqarmay qo'yadi. Bir ayolga oshiq bo'lib qolgan bo'lsa, oshiq jin boshqa erkaklardan rashk qilib ko'chaga chiqarmaydigan qilib qo'yadi. Ko'chaga chiqsa mazasi qochadigan bo'lib qoladi. Shu sabab ko'chaga chiqolmay uyda o'tiradigan bo'lib qoladi.